ishonch va hamkorlik ruhini barpo qilish, birlik va ittifoqlikni ro'yobga chiqarish maqsadida boshlangan bu qutlug' safarimiz Allohning irodasi bilan nurg'unlik va hamkorlikdan iborat bo'lib, maqsadimiz qarindoshlik, hamkorlik, islohot va birlik ruhini yanada kuchaytirishdir. Ularning ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ldi degan ilohiy buyruqqa amal har sohaning mas'ulligi qatorliq muhim temalarni muzokara qilamiz. O'rtaq da'vo prinsiplarini mustahkamlab, Xitoyning vatanimizdagi ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiliklarga qarshi uchun konkret va dodil qadamlarni olishi kerak. Aziz qarindoshlar, Allohning suhbatligidek hammamiz mustahkam binodek birsak bo'lib, birlashib, hamkorlashib qurish mustahkamlik uchun hammalarga rahmat. Men oxirida yaqinda vafot bo'lgan marhum ustozimiz Farhod Muhammadiy uchun Sharq Turkiston jamiyati nomidan va butun qarindoshlar nomidan ta'ziyamizni va qayg'umizni ifodalamak istayman. Hammaga rahmat.